Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki hozir aytadigan ma'lumotlar har birimiz uchun juda muhim. Oldimizda turgan 24 dekabr kunlari ob-havo keskin o'zgarishi mumkin. Ayrim hududlarda qor, tuman va yo'llarda yaxmalak kuzatilish ehtimoli bor. Agar siz yo'lga chiqmoqchi bo'lsangiz, ish yoki o'qishga qatnasangiz yoki farzandlaringiz xavfsizligini o'ylasangiz, bu video aynan siz uchun. Qaysi viloyatda sovuq kuchayadi, qayerda qor yog'adi, qachon ehtiyot bo'lish kerak, barchasini aniq va tushunarli qilib aytib beramiz. Videoni boshlashdan oldin qo'llab-quvvatlash uchun like bosing. Yangiliklarni birinchi bo'lib bilish uchun obuna bo'ling va albatta bu videoni yaqinlaringizga ulashing. Chunki ogohlantirish hayotni saqlab qoladi. Diqqat qiling, 21-24 dekabrga ob-havo prognozi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 dekabrda ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 22-24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 21-22 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 21 dekabrda 2 daraja sovuq, 22 dekabrda 0,5 daraja iliq, 23-24 dekabrda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 dekabrda ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 22-24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. 21-22 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 21-22 dekabrda 2-7 daraja sovuq, 23 dekabrda 0,5 daraja sovuq, 24 dekabrda -3 daraja sovuq, kunduzi 21 dekabrda 0,5 daraja iliq, 22 dekabrda 2-7 daraja iliq bo'ladi. 23 dekabrda 4-9 daraja iliq, 24 dekabrda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 21 dekabrda -3 daraja sovuq, 22 dekabrda 0,5 daraja iliq bo'ladi. 23-24 dekabrda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. 22-24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. 21-22 dekabrda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 21 va 23 dekabrda 0,5 daraja sovuq, 22 dekabrda 2-7 daraja sovuq, 24 dekabrda -3 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 21-22 dekabrda 0,5 daraja iliq, 23 dekabrda 2-7 daraja iliq, 24 dekabrda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23-24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda 23 dekabrda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 21 va 23 dekabrda 0,5 daraja sovuq, 22 dekabrda 2-7 daraja sovuq, 24 dekabrda -3 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 21-22 dekabrda 0,5 daraja iliq, 23 dekabrda 2-7 daraja iliq, 24 dekabrda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. 23-24 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 21-23 dekabrda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 21 va 23-24 dekabrda -3-2 daraja sovuq, 22 dekabrda 0,5 daraja sovuq, kunduzi 21 dekabrda 0,5 daraja iliq bo'ladi. 22-24 dekabrda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi.
21-dekabrda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, ya'ni yomg'ir va qor yog'adi. 22-24-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21-22-dekabrda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat 21. 23-dekabrda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq. 24-dekabrda kechasi -3 daraja sovuq, kunduzi 3,8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22-dekabrda vaqti bilan qor yog'adi. 23-24-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21-23-dekabrda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. 21-22-dekabrda qor ko'chish xavfi bor. Harorat 21-dekabrda kechasi va kunduzi 0,5 daraja sovuq. 22-23-dekabrda kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq. 24-dekabrda kechasi 3,8 daraja sovuq, kunduzi -2 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.